alaykum. İkraldırki qadarli ko'rman do'stlar. Shunaqli biz uchun intayin sevimlik bo'lgan radio anglag'uchilar o'zinglar bo'lib Markaziy xalq radio stansiyasi, Urumchi televiziya stansiyasi, shunaqla Melodiya madaniyat tarqitish chekish shirkati birlashib ishlagan Elchi kiyim-kechak madaniyat taraqqiyot chekish shirkati alayda qo'llagan uzilmas Melodiya programmamizdan Elchi men naq maydonda alaysan programmasi. Shunday assalomu alaykum ekran oldirki qadarli qarindoshlar. Hammalar bilan bu güzel daqiqalarda, bu güzel minutlarda ko'rishganligimizdan to'liq xursandmiz. Albatta, mush munosabatda hammalarning Qurban hayitini alayda muboraklaymiz. Qurban hayitinglarga muborak olsun, hayit xo'shaligi hammamizga o'rtaq bo'lsin. Men do'stinglar Qahirdan Qayum. Men do'stinglar Zubayda Tursun. Xushayimli qarindoshlar, biz bugungi Mannaq maydonda alayda san'at programmamizga diyarimizdagi mush san'at, ma'rifat, ma'rif sohasida alayda ko'zga ko'ringan bizning ataqli naqshchimiz, Alsega ma'rifchi Mo'minjon Ablikim apandimni alayda taklif bilan qatnashtirdi. Assalomu alaykum Mo'minjon aka, xush kelibsiz. Avval ekran oldirki ko'rganlarimizga. Xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, televizor oldidagi ko'rilmalar, to'rdoshlar. Qurban hayitinglar muborak bo'lsin. Hayit ayam kunlarda oilanglar bilan, qarindoshlaringlar bilan, do'st yaronlar bilan jam bo'lib, xo'shal xuram hayit tantanasiga chiqishinglarga chin dilimdan tilakdoshman. Rahmat. Shunday qadrli ko'rganlar, o'z navbatida bugungi men naq maydonda programmamizning musiqalariga mas'ul bo'lgan atirtimiz bo'lsa, diyorimizga qaltis bo'lgan MLD musiqa atirti. Shuning bilan birga uningdan boshqa diyorimizdagi talantli yosh muzikantlarimizni alayda taklif qildik. Shunda qinoq bo'lsa, oldi bilan MLD musiqa atirtimizga atirat azalanli do'stlar bir tunishtirib aytaylik. Elektronlik realda MLD musiqa atirtimizning atirat boshlig'i Olim Dolqon. Qarshilamiz. Elektronlik gitarda Alim G'ini qarshilamiz. Kelibsiz. Chapma to'maqda Ilyar Baxtiyor qarshilamiz. Bas gitarda bo'lsa bizning Zulfiqar Abdusalom qarshilamiz. Zarif chalg'ularda bo'lsa Rustam Umar qarshilamiz. Shunday uningdan boshqa bizning alayda taklif bilan qatnashgan muzikantlarimizdan Sunay Shahzodasi Balaman varisi Yasinjon To'xti. Qarshilamiz. Shinjang san'at yurti milliy orkestrining muzikanti Shirali To'xti. Qarshilamiz. Yetilayotgan yoz satar varislaridan Ahmadjon Damulla qarshilamiz. Shinjang san'at institutining o'quvchisi Dilmurod Damulla qarshilamiz. Xush kelibsizlar. Mana ko'rinib turibdi qadrli tomoshabin do'stlar, bizning bugungi programmamizda Mo'minjon Ablikim apandim o'sha diyorimizdagi qaltis bo'lgan yosh muzikantlarimiz bilan birlikda o'zining eng yaxshi, eng yoqimli, eng nadir kuylarini, ijodiy kuylarini sizlarning o'zingizlarga taqdim etmoqchi. Shunday albatta naq maydonda chilingan naqshi musiqalar balkim bizga o'xshamagan bir anglash tuyg'usi ato qilishi mumkin. Qinoq bo'lsa, programmamizni boshlab ketdik. Xush Mo'minjon aka, siz shu Dolan diyaridan iborat san'at beshigida ma'rifatparvar bir oilada tug'ildingiz. Shu 97-yildan boshlab, ya'ni shu oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlaringizdan boshlab san'at hayotingizga qadam qo'yganimiz esimizda. Shundan bu ham Mo'minjon aka mana o'zining yoqimli naqshlarini, nadir plastinkalarni izchil holda xalqimizning huzuriga sunib kelyapti. Shunaqa. Zubayda, men shu ismini bilsam, 4-5 yosh vaqtlarimdan boshlab Mo'minjon akaning naqshlarini anglab ekanman. Qana deysiz desangiz, shu o'ydiklarini deyishcha 4 yosh vaqtlarimda shu Guldasta degan naqsh intayin mod bo'lgan vaqtlar ekanda. Guldasta deb ash naqshlarni aytib berar ekanman. Apam shunday degan edi, shunday mana bugungi kunda Mo'minjon akamning har bir naqshlarini intayin yoqtirib anglab, har bir MV'larni yoqtirib ko'rib, shuning bilan birga har bir kechiliklarga ixlosman bir muxlis sifatida qatnashib kelyapmiz. Shundaqmi? Endi men Mo'minjon akamning naqshi mastanasi uzundan buyon shu Mo'minjon akamning o'zini aqlga oldim. Albatta, Mo'minjon akam mana san'at bilan shug'ullanayotganingiz 20 yilcha vaqt bo'lib qoldi. Albatta, bu 20 yil oz vaqt emas. Shu jarayonda Mo'minjon akam o'zining izlanishini to'xtatib qo'ygan yo'q. Mening nazarimdagi Mo'minjon Ablikim ana shundaq izlanish ro'yiga boy bo'lgan, o'ziga mablag' selishdan qo'rqmaydi. Shu naqsh ishlashda qat'iy pul tashlashdan qo'rqmaydi. Shunaqa uning sirti yana ijodkorlik ro'yiga, yangilik yaratish ro'yiga boy bo'lgan bir san'atkor hisoblanadi. Endi Mo'minjon akam shu yillardan buyon sizni izchil olg'a intildirib kelayotgan kuchlar qanday bir kuchda bilib boqqim kelyapti. Yer sharning tortish kuchi edi. Aynib tushman. Yer sharning tortish kuchi bo'lganda san'atning tortish kuchi bor albatta. Bu san'atning tortish kuchi bilan bu san'at kirgan. Endi qanday talant bor deb qarab o'tirsak bo'lmaydi. To'g'ri. Garchi oilamiz bir san'at oilasi emas. Dadamningki, qarindoshlarining hammasiningki o'zining kasblari bor. Har sohada ma'rif sohasida kichigimda men bir ma'lum bir boshlang'ich maktab o'rilib ketgandan keyin o'zimizning o'ylislik o'yini maktab qilib bergan bir sharoitda bolalar qaynam tashqiliq jumgan o'ynab kelayotgan holatdagi manzarni ko'rib cho'ng'agan cho'ng dadamning uyida. Garchi biz san'at bilan shug'ullanagan kasbiy san'atkor oila bo'lmasakmi, qanimizda talant bor. Masalan, men yaxshi bir universitet o'quvchisi bo'lib Shinjang universitetiga keldim. Garchi boshqa bir kasbda o'qigan bo'lsam-mu, lekin qandaqdir bir kuch meni yana shu san'atga so'rab eklayotdi. Buni bizga bergan bir ne'mat deb tushunsak, endi bundaq bir ne'matni
nobud qilib o'tishga bo'lmaydi. To'g'ri. Buni cho'qim qadrlashimiz kerak. Endi men o'ylayman, har bir yashagan kunimda bugun men nima ish qildim deydigan bir savol bo'lish kerak bizga. Bir kun bekor o'tib ketsa bo'lmaydi. Albatta bir kun bekor o'tib ketsa bo'lmaydigan bo'lgandan keyin yilimiz bilan yana bir yilimiz bir-biriga o'xshab qolsa, o chaqda mening nazarimda keyinlik chekinishdan boshqa ish emas. Shunga men Urumchiga kelgandan keyin universitetga 94-yilda kelgan bo'lsam, har yilim bilan har yilim bir-biriga o'xshamaydi. Ham o'qish bitgandan keyinki o'zimga bu qo'ygan talabim, tirishchanligim, garchi tabiiy talant bo'lgan taqdirdami, agar men tirishmagan bo'lsam, bugungi kunda xalqningki qalbidagi mo'minjanoblikim bo'la olmaydim. Albatta. Chunki men san'at o'qimagan, san'at nazariyasi bilan qurollanmagan, o'zimningki kasbga bo'lgan, shu san'at kasbiga bo'lgan o'tda qizg'inligim meni davomli qolg'ilashga undab turdi. Albatta buningki mana shu qizg'inligingiz yanama darajada olg'a intiltira oladiganligiga, texnik yaxshi natijalarni sizga sovg'a qila oladiganligiga ishonamiz Mo'minjon aka. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilar, mana programmamizni yaxshi boshlab oldik, paranglarimizni yaxshi ketib boradi. Navbatda balkim shu ekran oldidagi do'stlarimiz Mo'minjon akamning naqshlariga intayin taqozo bo'lib qolishi mumkin. Shaxsan bizmi intayin qiziqyapmiz. Buni naqta aka bir naqshingizni anglab o'tib, undan keyin qolgan paranglarni davomlashtiramiz. Shuna qilaylik. 2 minutlarda bo'lsa, shu teksti Gulnoz Tursun Ibratga, muzikasi bizning atoqli kompozitorimiz Ablat Ablikim efendimga ait bo'lgan Seg'inaman, seg'inmasangmi nomli ana shu aslimlik go'zal kuydan hozirlangan bo'lsak. Marhamat. Bo'ldi. Yanmay faqat ko'nglim ayli Majnun bo'ldum sen go'yo Layli Yanmay faqat ko'nglim ayli Majnun bo'ldum sen go'yo Layli Shunda qishgan yurakning mayli
Rahmat. Hakikaten güzel bir nakşa. Şundaq bugün tuncu bulup naq meydan anlaptı məcbur bu Naq nakşını. meydandaki hissiyat elbette yana başqacha bo'ladi. Şundaq bu nakşını intayın nadir boğaş. Xalqımız suyup anlaydıgan nakşalardan sanalğaş mana ta hazırgıça bizni sığındırıp keliyotgan nakşalardan sanıldı. Gelişimçe bu nakşa şu 2006-yılı diyarimizde intayın mod boğan nakşalardan sanıldı ya. 2005-yılının ahırında yazıldı. 2006-yılı yüz görüştü. Şundaq. 2006-yıldan başlap hazırgıça iş qilib men bilan hamroh bo'lib, men aytmasammi ko'pchilik o'zi talab qilib. Şundaq. Öyle aka bilişimçe hem de muşi plastinka sizinki nadir çıkan plastikalarınızdan birisi hesaplanıyordu. Bilişimçe bu plastinkanın rejissörlüğünü akanız Sami Abdülkim efendim kılandı değil mi? Elbette bu plastinkinki her bir görünüşleri yani şu şükür ölkülerdeki memleketimizin şükür ölkülerdeki dağınık menzillik şeyler süret gelen Elbette. 2006-yılı nispeten elbette kançaqda bu plastinkanın müzik işleş seviyesini hazır hem de demişəm şu meni aldığım plastinkalarım qaraganda bir barabar yuqori ko'tarilib, nəhayət yaxşı bir nəticəyə erişgan plastinka. Hem surat gelişyaptımı? Menimki Qadirdan akam Abdusami Abdulkim bunu intan çoğun kuch qo'shgan. Balki menimki bir baldaq o'rlab mengishimga menimki atrofimda yaxshi bir qarindoshlarimning bo'lganligi bo'lsin. Albatta shundaq. Biz aktif ishlaylan yana o'zimizningki yana bir necha ag'in birodarlarimizni boshlab olib şu ichkir o'lkalarda yemak ichmak qiyinchiligida issiqda namlikda shunday bir jafo mushaqqatni tatib surat olgan har bir qatim ko'rsam shu nuqtalar ko'z oldimga keladi. Ish qilib oz bo'lmagan jafoni tatmagan men bir naqshchi bo'lgandan keyin meni jafo tatqizmaslik uchun akamning bir muristi somka qo'lida aparat yana bir qo'lida shu nimalarni aparatniki Üskülerine hammini götürüp şu ko'chma-ko'chga hamisha yurganlarimiz bundan ketmaydi. Bu bir ma'nilik chaqlar. Hozir hamda biz o kunlarni yani qaytirib akalanmaymiz. Hammamizning boshqa ishlarimiz bo'lib ketdi. Shu vaqtlarimiz tirishqanligimiz uchun mushkul keldik. Shundaqmi aytdim. Japa mushaqqat ishlangan bo'lsa, ammo xalq amisining yoqtirishi muyassar bo'la olgandan keyin sizlarning muhodiqinglar tabiiylam chiqib ketadigan gapga. Undan keyin bir yil atlablam, ya'ni shu 2007-yilga kelganda Mo'min akam, ya'ni go'zallik sanda nomli plastikani bozorga soldingiz. Unutalmaysiz, ismi unutalmaysiz, lekin shuningda go'zallik sanda nomli. Shuni almashtirib qo'yman emasmi? O'sha yerlarim bor. Unutalmaysiz degan peyzajni chiqarsiz. Ana shu plastikdagi naqshlarmi bir-biridan nadir xalqimiz suyib anglaydigan naqshlar bo'lg'achda hozirgacha o'zini jalb qilish kuchini yo'qotgan o'xshaydi. Navbatdagi minutlarda ana shu plastikdagi go'zallik sandani bir anglamdik. Bo'ladi bu go'zallik sanda nomli naqsha bizniki Qadirdan ustozimiz, kompozitorimiz Duttar Shohi deb tarbiyalanayotgan Abdurim Hayit akamizning muzikasi bilan Teyipjon Eliyevninki so'ziga ishlangan bu isl naqsha. Bu yerda men shu ustozimiz Abdurim Hayit akaga rahmatimni bildiraman. Men shunday ayta olamanki, mening qalbimda hech bo'lmaganda, men balkim boshqalar bu gapni yangilik bilan deyotgan bo'lsa mumkin deydi. Dunyo sohasida Duttarda Abdurim Hayit akamizga aytadigan bir mahir yo'q deb qarayman. Shunlashqa Duttar shoyimizda u bizni faxrlanamiz har vaqt. Bizni ana shu sevimli ustozlarimizdan aziz dinining salomat bo'lishini tilaymiz. Yashsin. Aziz dini salomat bo'lsin. Shundaq. Shu naqshni Uyg'ur qizlarga haqiqiy vakillik qila oladigan xonim qizlarimizga atab o'rlab beraylik. Qani unaqa sevimli qizlar qurbayat so'g'anlar ketdi ya Mo'min akamdan. Quloq solayli. Alayli. Çocukluğda bir gün güzellik sende
tabiiken güzellik sende. Şu tutulup tabiiken güzellik sende. Şu tutulup tabiiken güzellik sende. Şunçilik biraz kaygımı senin, şunçilik biraz külken mi senin, şunçilik biraz kaygımı senin, şunçilik biraz külken mi senin, şunçilik biraz turkum siyakin, şunçilik biraz hulkum mi senin. Şu tutuluk tabiiken güzellik sende. 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 Güzellik sende. Şu tutuluk tabiiken güzellik sende. Şu tutuluk tabiiken güzellik sende. Hemisin yok, hemisin yok. Fa'anlikke, fa'anlikke. Hemisin yok, hemisin yok. Fa'anlikke, fa'anlikke. Şunçilik yat, şunçilik yat. Aşamet sende. Şunçilik yat, şunçilik yat. Aşamet sende. Şu tutuluk tabiiken güzellik 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 sende. Güzellik sende. Güzellik sende. Selamünaleyküm. Şundaq Feyzi. Demizin şu tabii güzellikini mi yazsın? Şundaq. Şu tutuluk tabiiken güzellik men. Boyatın siz akord değişmesi oldu. Kesli. Şundaq kesli. O Sübeyde hem de men çoğanda men şundaklamış ekran aldırı ki her bir dostlarımızmış Mümincan Abdülkim Kam'ın her bir şahsiyetleriga yani şahsi turmuşiga intayin, şahsi turmuşiga intayin kızıkışı mümkün de söyleyeyim. Albatta şundaq şahsan bizim kızqımız. Hay Mümincan Kam daqlaylı. Telefonunuzu görüp baxsaq bulamdı hazır. Vah, ma yani. Bir görüp baqaylı yaş telefonunuzu. Bir eskili qılaydı. Imak tutsa. Görüp baxsan bulamdı. Ya bir resim olaylı. Naq meydan bir resim güçü olaylı işte. Mening qo'lim tunib qolsa. Maxbina bor bormi aka? Ya ichi yetibdi, barmoq bilan. Men bir narsa qiziqyapti emas Zubayda. Xo'sh. Mushu birinchi parcha rasm nima rasmdi sizcha? Ko'rib baxsaq bulamda kam shu telefoningizni qo'lingizga. Balkim telefonni yeb yan ağa vaqtim tatqarasam bo'lishi mumkin. Ko'rib baqaman lekin. Ko'rib baqaylik. Eng oxirgi parcha rasm shu Sienarni oldi tushgan rasm. Mana shuni do'stlar baytaman tatib qo'ygan. Birinchi parcha rasm. Birinchi parcha rasm bo'lsa ikki umaq bolasining Vah. Demak telefonni elib birinchi bo'lib shu umaq Birinchi bolasini bo'lib umaq farzandlarimni.
Sen yağı kışlık sayahat gelip bana vaxtımdaki suratga. Mana naqshi Yaxshi ko'rdiganligini, qanchalik yaxshi ko'rdiganligini bila olaymiz. Xo'sh, Mo'min aka, mana bugungi kun kelganda siz ma'rifchilik sohasida boshlamchilik rolini o'ynayapsiz. Yana shu Saba Ma'rifat Ma'rif til tarbiyalash markazini qurdingiz. Undan keyin yana shu Saba Yulduz bolalar yasisini qurdingiz. Hozir bizning umoq bolalarimizning aytimi suyimlik bo'lgan bir yasisi, yana bolalar bag'chisi bor bo'ldi. Albatta Mo'min aka, men o'ylayman, endi ayni yillari siz ana shu talantingiz, ana shu inovatingiz bilan qandaqli bir san'at umkida ishlasangiz, menimcha shu yillar ishlab ketadi bo'g'oydingiz. Biroq siz yana shu ma'rif sohasida maktab ichib, mushu sohada yengishni tanlagan, hamda mushningga turtki bo'lgan bir kuch bor. Albatta bu sababsiz emas, shundaqmi? Balkim aka bizning do'stlarimiz shu sizning qanday bo'lib san'at sohasidan bu ma'rif sohasiga kirib qolganligingiz bu intayin qiziqarli bir masala bo'lishi mumkin. Meningki aslida Şinjan Universitetida tarix fakultetining arxeologiya kasbida o'qib bir naqshchilar qilishim bir qiziq tema. Undan burun ko'p deyilib ketgan. Uning hammadan biladi. Xalqimizning nazarida bir naqshchi bo'lib tunilib turib, tuyuqsizlar 2011-yilga kelgan vaqtda bir ma'rif o'rni ta'sis qilib, xalqimiz mening bu qilgan amgigimga, xizmatimga intan chiroyli bir nomni berib, ma'rifatparvar deganda shunday bir chiroyli umoq nomni berdi. Xalqimga rahmat, intan xursandman. Endi bu meningki bir orzuyim, bu meningki universitet vaqtlarimdagi bir orzuyimdi. Sababi men boya deb o'tdim, bizning oilamiz bak ma'rifatparvar bir oila. Men tug'ilib cho'ng bo'lgan shu bizningki Tumshuq diyorida oilamizningki jutqi bergan ta'siri, ma'rifatparvar degan ta'sir shu kichik shu bo'lsin, jut xalqi bizning oilamizni ma'rifatparvar bir madaniyatlik oila deb qaraydi. Sababi chunki dadamlar 9 qarindosh, bu qarindoshningki hammasi shu davrning o'ziga tushliq o'qigan hamda shu davrga cho'ng dadam shunda buimiz o'ziga tushliq o'qigan. Undan boshqa bizning mahallamiz joylashgan boshlang'ich maktabimiz qandaqdir ko'nirab ketish sababi bilan xatarlik deyilib qilib, bu o'quvchilar tarqab ketib markaziy boshlang'ich maktabga berish kerak bo'lib qoldi. Ham bu bolalarni u yoqqa berishi bir oz jiroq, qolaysiz bo'ldi-da qatnash. Aslida biz shu markaziy rayondan sal jiroqroq bir yezda xizmat sababi bilan, dadam xizmat sababi bilan men shu yerda tug'ilgan. 40 kilometr jiroqlikda bir yerda. Biz ko'chib kelmoqchi bo'lib, shu yerga sep qo'ygan bir uyimiz bor-edi. Buvamningki, cho'ng dadamningki bog'liq oilasining ichida bir uy bor-edi. Taqilib ketmoqchi bo'lgan maktabningki muallimi dadamning singlisi edi. Shu singlisi hamda shu maktab taqilib ketmoqchi bo'layotgan ahvolida cho'ng dadamiz rahmatlik bu bolalarni tarqab ketmaslik uchun bizning hovlimizdagi shu uyni maktab qilib, bu bolalarni 3 sinf bolalarni bu yerga o'tkazib akaptikan. Men kelib shu o'yliga kirsam, shunda qaynam tashqinliq bir maktabning o'ylisi. O'ynayotgan kichik bolalarning qatida cho'ng bo'lganman. Hatto men shu maktabda dars o'tilayotganda 5 yosh vaqtimda kirib g'ishning ustida, qamqishlarning ustida o'tirib, shu ilibba o'tayotganini ko'rib chiqib ketdim. Ham bu ta'sirlar tufaylidan mening juda qalbimga o'rnagan bo'lishi mumkin. Shundaq, Universitetga kelgandan keyin pul topsam, cho'qim bir ma'rif o'rin ta'sis qilmaydigan arzu bordi. Bu arzuyimga universitet bitirib 11 yil bo'lgandan keyin shu arzuyimga yetdim. Qarindoshlarim buni aytib qo'lladi. Yurakka bir tutashgan o't o'chmaydi ekan. Men o'ylayman, balkim mening o'g'lim, mening qizim mushmuit cho'ng bo'lyapti hozir. Men bilan tang berib maktab bordi, men bilan tang berib yasliga bordi. Mundaq bir hikoyalar bor-ku. Bir zaboyninki qar yaqqan bir kun atdiganda haraq qilish uchun bir magazinga mangsa, keyindan izini dastlab o'g'lining mangan ko'rinishini ifodalagan bir hikoya bor. Shundaq. Mush otining mangan izi bal farzandga nisbatan intayin muhim. Men o'ylayman, farzandlarim kelgusida men yetilmagan arzu armonlarga yetib, yuksak bir manzilga yetalish mumkin deb qarayman. Demak, biz bu dunyoda yashayotganmiz, mana shunaq o'zimizning yaxshi ish, yaxshi amallari bilan avlodlarga yaxshi bo'lgan ta'sirlarni qoldirishimiz kerak, chunki hammamiz bu dunyodan ketimiz, faqat bizning bu dunyodagi ana shu yaxshi ish amallarimiz bilan biz bilan birga qolib qoldi. Shunday qoldi. Albatta, Mo'min akamning bu vaqt aytgan naqsimi bor. Bu dunyodan ketmagan. Qarg'an ana shu naqshini anglaydigan fursatning payti yetib kelgan o'xshaydi. Kim navbat keladi, bugun sizga mangami, ati kimga? Hech kim bilmaydi shunday. Qanday bo'lsa navbatgi minutlarda ana shu go'zal melodiyani barliq do'stlarimizga sovg'a qilaylik. Marhamat.
ketmegen kim bu? Bu bellige yetmegen kim bu? Meyli şah bul ve yoki gadoy, bu dünyadan ketmegen kim bu? Meyli şah bul ve yoki gadoy, bu dünyadan ketmegen kim bu? Kim günümet kaçan qaysı gün, ecel kilor çıkarmazdım. Çıkan kebi uçakta açtım. Bu dünyadan ketmegen kim bu? Bu dünyadan ketmegen kim bu? Ata qilib ketdi balasi, qaldı talay ishning chalasi. Ata qilib ketdi balasi, qaldı talay ishning chalasi. Ezdi dilni ochgan nazisi, bu dünyadan ketmegen kim bu? Ezdi dilni açkan nazisi, bu dünyadan ketmegen kim bu? Meyli gül boya gitken, gönlümde amanet işken. Meyli gül boya gitken, gönlümde amanet işken. Gönlümde amanet işken. Bihutluğun adamet işken. Bu dünyadan ketmegen kim bu? Bihutluğun adamet işken. Bu dünyadan ketmegen kim bu? Bu dünyadan ketmegen kim bu? Bu dünyadan ketmegen kim bu? Ekranlarga qadrli ko'rman do'stlar, shunaqla sevimli radio anglag'uchi do'stlar, huzurlarda bo'layotgan Markaz xalq radio stansiyasi, Urumchi televiziya stansiyasi, shunaqla Melodiya madaniyat tarqatish cheklanish shirkati birlashib ishlagan Ilchi kiyim-kechak madaniyat taraqqiyot cheklanish shirkati alayda qo'llagan Uzilmas Melodiya programmamizning Ilchi men naq maydonda alaydisan programmasi. Mümcəkəm nəmimizə məlum siz şu özünüzün bir qism naqşlarını yana şu ina xoşdığınız gözəl məmləkət Özbekistandakı bir qism danlıq kompozitorlarga işlətgan və ana şu bir qatar naqşlar şu joyda intayin moda bo'lgan naqşlardan hesablanadi. Masalan, Mərbiyə gap bo'lib qatarlıq naqşlarni Özbekistan bilmaydigan o'zbek yo'q deydi. Onun ustiga Mərbiyə degan naqshini ismini o'zgartib, Gulfira deymiz, har xil ismlar o'zgartib, etqana falan bo'lib ketgan O'zbekistonda. Shunday aqalindasimi shu O'zbekistondagi san'atkorlar bilan bo'lgan shu aloqangiz, munosabatingiz qachondan boshlangan? Endi O'zbekistonga men 2005
ahırda 2006 yılının başlarında çıkan. Onundan burun, men özüm berişten burun mening naqsham berip bo'pti. Balkim do'stlarimiz ko'rgan bo'lishi mumkin. 2011-yil 5-oyda Mo'minjon akam ana shu O'zbekistonning davlat televiziya stansiyasi tarafidan qarorlik uyushtirilib turadigan O'zbekistonning atoqli xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning nomi qo'llanilgan Ozod Show programmasiga qatnashib, ana shu programmada seni unutolmasman nomli naqshini aytgan. Shundoq shu chog'da to'rdan ko'rib intayin hayajonlangandik. Endi shu Ozod Show programmasi bo'lsa, O'zbekiston davlat televiziyasi tarafidan qarorlik oldi o'tkazilib turadigan shu cho'g'dan kichik birdek e'tirof qilgan san'atkorlar alay taklif bilan qatnashtirilgan ta'sir doirasi bir qadar cho'ng, nopozliq programmalardan bir sanaldi. Xuddi bizning "Men naq maydonda" programmamizga o'xshash. Demak, shundoq Mo'minjon aka hamda ana shu Ozod Show programmasiga va bizning bugungi "Men naq maydonda" programmasiga qatnashgandan keyingi his tuyg'ularingiz bilan bir o'rtoqlashib bakkan bo'lsak. Hamda bizning "Men naq maydonda" programmasi bu programmaga chaqchaq qilolmaydi. Ozod Show programmasi naq maydonda elib berilmaydi. O televiziya programmasi oldin ovoz yanilib, undan keyin tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdi. Ham bizning naq maydonda programmasi naq vaqtning o'zida xuddi samsizlar ko'rsatib turib, samsin tugib to'niga qiziq ish qilgan o'xshash bir ish bu. Boshqacha ish bu. Albatta bizning shu MLD muzika tartimiz bilan hamkorlashib qo'yadiganimiz chiqandikmi aka? Biz bu bolalar bilan burunmi hamkorlashgan. Hammasi bilan asosan aktivdaşlığımız bor. Mana shunday yaxshi bir hamkorlashib ketdik. Albatta, bundan keyingi hamkorligimizning uzunga davomlashishiga chin dilimizdan ishimiz ham shunaqami ko'zimiz yetadi albatta. Shunday hamda shu O'zbekistondagi shu artistlar bilan bo'lgan, xalq san'atkorlari bilan bo'lgan Mo'minjon akamning ish faoliyatlari to'g'riliq xabardor bo'ldik. Yana yaqinda Mo'minjon akam Qozog'istonda suratga olgan bir MV'si bor edi. Shuna Qayersan Azizam nomli naqsha, to'g'ri. Endi bu naqshimi bilishimcha, ana shu O'zbekistonlik atoqli kompozitor Aziz Abdulla apandim tarafidan ijod qilingan. Shundoq navbatdagi minutlarda ana shu naqshini mushparandan keyingi ulug'lasak, naydim chiroyli ulangan bo'ldi deb o'ylayman. Bu Qayersan Azizim nomli naqsha 2012-yili O'zbekistondagi kompozitor Aziz Abdulla alaydi men uchun ijod qilgan naqsha. Alay deyilsa O'zbekiston tarafda bu Aziz Abdulla hech kimga ijod qilmaydi naqshni. Aziz Abdulla degan ismni O'zbekistondagilar kompozitor hisobida tanimay boshqa bir nom bilan taniydi, chunki bu usta bir ovoz tangshiguchi bola. Shaxsiy kompozitoringiz qo'yibsizdan baka. Faqat men uchun yozdi. Bu rost haqiqat. Chunki mening ijro qilishimni yaxshi ko'rdi. Qiynoq bo'lsa navbatdagi minutlarda ana shu diyorimiz Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq rayonlardan aytib moda bo'lgan ana shu yaqinlik vali sahandan barcha tomoshabinlarimiz bilan birlikda o'zirnaylik. Marhamat bo'ldi. Sen kettin uzaklarga, gün kaldı pıraklarda. Cevap yok sorularga, qayerda sen azizim. Cevap yok sorularga, qayerda sen azizim. Günler battı gelmedi, kanlar attı gelmedi. Günler battı gelmedi, kanlar attı gelmedi. Derdim arttı gelmedi, qayerda sen azizim. Derdim arttı gelmedi, qayerda sen azizim.
dağlarga Gün qaldı qıraqlarda Cevap yok soruqlarga Qayerda sen azizim Cevap yok soruqlarga Qayerda sen azizim Yaprak tükken küz boldu Yaşlar akkan köz boldu Yaprak tükken küz boldu Yaşlar akkan köz boldu Hicran salgan iz boldu Qayerda sen azizim Hicran salgan iz boldu Qayerda sen azizim Әмді Мөмжака диярымызды мұ, 2 қитымлық чоң түптіке концертіңізді өткіздіңіз. Әмді 3-ші қитымлық концертінің тәйярлықлары мұ бір түтіп қағанды? 2014 қыламы деп өтіп кетті, 2015 әмді кетіп барды. Азғы вақыт қап қалды, 2015 ақырлы шыдаған ғылы. Тәйярлығым азыр мәй бағлап тұрыпты. Концерттің тәйярлығы үшін бұл қытым Түркияға бір 2 ай Demagan asas qilgan asosdan. Demagach tayyorlik qilaydi. Chunki men konsertimni bu qatim boshqa qilmoqchi. Konsertdan burun konsert bo'lmoqchi bo'lgan kundan bir 10-15 kun burun oldin bir plastik taqatmoqchi. Shu plastinkamniki MV plastikning suratlarini dam olishni asos qilgan asosda, sayohat xotirlarini asos qilgan asosda Turkiyaning go'zal manzaralari bilan naqshlarimni jipslashtirib 6 naqshni ishlab qaytib keldim. 7. ayda chiqib ketgan 40 kun ishlabdim shu yerda. 40 kun dam olishmi bor, o'ynashmi bor, surat olishmi bor, birlashtirdim. Ansam yana bu şu 6 dan MV'ga Qozog'istondan maxsus operator va shu rejissorlarni taklif qilib apiribsizlar. To'g'ri, evet. Degim tasavvur qilishim. Onun ustiga Mumjaka mana shu sayohatning oltin mezgilda chiqibsiz. Yuqori mablag', yuqori chiqim degan narsalar hammasi mush vaqt yuz berdi-ku Turkiyada. Men qildim. Men shu so'ramoqchidim, chiqib pushaymon qildingizmi Men demak? pushaymon qildim. Biri endi yavru xajlatlam yata qolgan gapchi. Bu bak mushkul ish bo'ldi. Uning ustiga bak qisiq chipildab taqiq turdi. Endi Mumjakamning san'at hayotida nazar soladigan bo'lsak, degan oyoq qaranglardan. Qozog'istondagi ta'sir doirasi, O'zbekistondagi ta'sir doirasi qatorliqlar haqida to'xtalib o'tdik. Endi Mumjakamning naqshlari Turkiyada tarqalishga boshlabdi. Endi Turkiyadami Mumjakam o'ziga tushliq nopozini tiklaydigan vaqtlarmi kelib qoldi deb o'ylayman. Kelgusida shu nishonga yetish uchun Mumjakamni tirishibdi, az bo'lgan tirishchiliklarni ko'rsatib qo'yish. Endi navbatgi minutlarda naqshingizni seg'inib ketdik. Sizning shunday yiqimliq bir naqshingiz bor. Bir anglagan kishiga shu seg'inishni nozik tuyg'ularni eslatiladigan. Yani yangi chiqqan naqsha bu. Musibada ishimiz qanchalik anglaganligimizni bilmaymiz bu naqshani. 2015-yilda tarqatilgandan keyin mush kunlik 99 qitimni anglaymiz aka bu naqshini. Bugun shu 100-qitimligini anglaytaylik unda. Shuni qilaylik, qiyinroq bo'lsa. Naqshchilik o'tkazmagan bilan bir atalda naqsh tashlab turdik. Bekatumda har yilda bir ishga naqsh tashlab turdik bizmi. Qiyinroq bo'lsa, ana shu to'r dunyosida chekilish qitim sanini aytib yuqori bo'lgan, hammamizning sevib anchiq muyassar bo'lib kelyapgan sizni seg'inib tanlab naqshga quloq solaylik. Ishimiz tang aytamiz. Tang aytamiz. Akkordni olamiz aka. Ammo biz manglar, ha.
Aydın kecha g'amga to'ldim sizni sevganib xiyollarga asir bo'ldim sizni sevganib gullar ichra g'amga to'ldim sizni sevganib yolg'izlikda ay yulduzlar bo'ldi sirleşip yetimizni izlab yurdim sizni sevganib yolg'izlikda ay yulduzlar bo'ldi sirleşip yetimizni izlab yurdim sizni sevganib çöller analık kıldım sizni sevganib alam yutib dardda qoldim sizni sevganib sözleriniz yüreğimnin davası idi özge dava tapamadım sizni sevganib sözleriniz yüreğimnin davası idi özge dava tapamadım sizni sevganib Vasfınızdan geçelmedim sizni sevganib gayet ilip gülemedim sizni sevganib vücudumdan bir azap qiynaydi hicran muhabbetin suyu içmedim sizni sevganib muhabbetin suyu içmedim sizni sevganib qilib endi Mo'min aka mana shunday yiqimliq naqshlarni izchil holatda bizga sunib kelayotganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Shundaqla mana shunday yiqimliq naqshlarning ijodchilariga ana shunday go'zal tekstlarni yozib berayotgan bizning barliq shoiralarimizga mush fursatda rahmatimizni bildirib olamiz. Endi Mo'min akamning ovozini aytimi yiqimliq, mungluq bo'lgan bir ovoz tusi shundaq. Endi men o'ylab qolmamiş Mo'min akamning ovozi yoki tumlab kelsa, inchishlab kelsa degandek ovoziga shu unum qo'shilgan ahvol ostida qandaraqroq bir ovoz maydonga kelar aka. Mush o'yinni o'ynaylik undasa. O'yin o'ynaymanmi? O'yin o'ynaymiz. Ha, shundaq. Mo'min akamning ovozini boshqa xil ovoz suri chiqarib turib naqsh etibaqs qadaq bo'ldigandi. Buningga ko'ringanlarimiz intayin qiziqyapti meningcha. Mo'min aka siz mushu xalqqa naqshini birini ayting. Alim ayat turib o'zgartib baqsin biz bir shu ovozlarni bir o'zini boqaylik. Qaysi naqshini aytsangiz bo'lar aka? Sizni seg'inibni aytibaqsiz men hozir anglagan naqshini. Mayli o'zi biladi. Xiyollarga degan nima? Mayli qaysi naqshni texnik tayyorlashmi kerakmi? Bir sinab baqilay, cho'qim o'yinning qizig'i chiqadigan bo'ldi. Voy voy. Ovoz nima? Voy voy. Nima
Aydın gecəğimdə doldum, sizni sevginib. Qanaq bir şurayı patlamış. Bunu özgərtiş bulduk yarası. Bulduk ya. Bek peysiğo. Yani bir avazını alap bakaylı. Hevesin yok, hevesin yok. Fıpağınlıkken. Hevesin yok. Mağazam Keçilik yok, şunçelik yok, eşemet senden. Ya kopal avazlar bu. Avazın nazik tarihsi bana bir şey görüp kakaştı. Yanılamış Mehmet Yanıla Hakan. özünün avazı. Özünün avazıga yetmeydik ya. Allah gölgende çünkü. Әмді Мөмжака Түркияға беріп, яңадан 6 данын ақшамның емесini işlep geldiğinde bayattan şu gaplarni kutib o'tdingiz. Әмді әні şu yeni naqshlaringizdan birini bugungi programmamiz orqali barliq qarindoshlarımizga yetlik sovuq sutida sovuq vatkil tamamen buldu deb o'ylayman. Әмді yeni bir naqshingizni pachilib yetadigan bo'lib qoldik. Bo'ladimi? Bulduğan boldu. Yani müstakazda o nakşı kalbet. Taqımızda. Qurbaniyetlik soğuk süptede. Bu iş yığıp qo'ygan narsani birdan pajlab chiqdi va do'q. Her bir xalq qisınımız o nakşını şundak. Shundoq keyin to'liqlab olsak, naqsh to'liqlashib qisdi siz. Bo'ldi, ma'qul. Yaqinda shu san'at maktabidagi inlarimiz ijod qilib bir o'qisangiz bo'pti-ku deb sovg'a qilgan bir naqshi bor. Inimiz Abdusami va G'oji qatorliq mushkillarni hamkorligidagi bir naqshi ijodi. Shuni o'rlab beray. Yana nimalar qilsam rozi bo'lar mendan odamlar. Tozimish. İsmi dilini aytib, ma'nilik naqshidek turdi va qanaqasi birlikda o'zini paqaydi do'stlar bilan. Şunca mehrim var, Tengri dünyanın için bana atar. Hemeler
Senlerge şunca mehrim var Kengri dünyan için mamata Muhtaç bulup yaşasam zaza Razim ekenmendin adına Muhtaç bulup yaşasam zaza Razim ekenmendin adına Yani nimeler kılsam Yani nimeler kılsam Razı bulan mendin adına Yani nimeler kılsam Yani nimeler kılsam Razı bulan mendin adına Рахмет. Шунак Mana тексtin yeni айтымы nakşlarda güzel eкен. hazırlandık. Демек біздің программамыз арқылы mana шунак яңы нақшlar достарымыздың озырғы сұнылып тұрдыған гепкен. Хош Мөмжака бүгін айтымы яхшы параңланы қылдық, сіздің сәнәт hayatыңыз білән тоныштық, сіздің яңылықларыңыз білән ортақлаштық, құшалықларыңыздан таң бәхірман болдық дегендек. Әлбәттә программа группымыз sizге kichikgina ko'ngil so'g'i tayyorlagan mush fursatda ana shu sovg'atlarimizni sizga bir berib aytaylik aka. Yana bu yerda bir sovg'at bo'lsa, Şinjan Ünsin nashriyati nashr qilgan Uyg'urlarning mushu yo'qolish girdob'iga berib qolgan tugman, juvaz, bo'ra, böşük, kigiz qatorliqlarni mushu 5 qismliq hujjatli film shaklida qilib ishlab chiqargan shu xil bir hujjatli filmniki plastinkasi, ya'ni Uyg'ur qo'l hunarmandchiligi. Dil qomusi siz endi mushu Ko'p rahmat, ko'p rahmat. Asqatulu deb o'ylaymiz. Azizlab, saqlab, ko'rib foydalanaman. Rahmat. Ondan sonra yana bizim şu Çağrıbağ qahvaxonasi 1000 yuanlik iste'mol kartasi bilan Mandam shu ekan. bu mazraq keng so'g'itimiz. Bu hozirdan boshlab kuchga ega deyman. Shuna programdan tushgandan keyin berib bir taraf qo'ysak. Bilsak, tatashib qolmas. Yo'q, vaqti bor. Xo'sh Mumjaka, albatta qimmatli vaqtingizni chiqarib Naq maydonda programmamizga ishtirok etganingizga ko'p rahmat aytamiz. Albatta biz buningdan keyingi san'at hayotingizga har bir qadam, har bir ishlaringizga zo'r uftuq muvaffaqiyatlarning yor bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Hammamizdan ishta bo'lsin. Shunaqa albatta buningdan keyin yana davomli turda sizni mana shu Naq maydonda programmamizni ko'rib turishga tashnamiz. Albatta yangi naqshlaringiz chiqib qolsa aytdi deymiz. Kelasiz hamkorlashimiz. Tashakkur. Shu Naq maydonda programmamiz orqali mencha bizni ko'rganlarimiz bilan yaxshi bir sirdosh oldik deb qarayman. Va bundan keyin men Naq maydonda programmamizniki texmo gullab yashashiga chin dilimdan tilakdoshman. Shundaqla yana mush muzikant inlarimizniki kelgusi istiqbolni parlaq bo'lishini tilayman. Ekrandagi qadrli ko'rman do'stlar, shunaqla sevimli radio angliqchi do'stlar, Markaz xalq radio stansiyasi, Urumchi televiziya stansiyasi, shunaqla Melodiya madaniyat tarqitish shirkati birlikda ishlagan Elchi kiyim-kechak madaniyat taraqqiyot shirkati alayda qo'llagan Uzilmas Melodiya programmamizning Elchi man Naq maydonda alaydan programmasi vaqt munosib bilan mush yerda oxirlashdi. Shunday albatta bugungi programmamizni yoqtirib ko'rgan va yoqtirib anglagan barliq do'stlarimizga rahmat aytamiz va Qurbon hayitlarini yana bir qitim muboraklaymiz. Agarda bugungi programmamizni va bundan burungi programmalarimizni ko'rish fursatini qo'ldan berib qo'ygan bo'lsangiz, bizning Markaziy xalq radio stansiyasining Tungo Uyg'urcha radio tori, ya'ni www.uycn.com adresidan va MLD kanal Ündidar Sütür'ün qolgan vaqtda qolgan tanlab ko'ra olasiz. Shunday sevimli qarindoshlar, mush munosabat bilan programmamizni alayda qo'llagan Elchi kiyim-kechak madaniyat taraqqiyot shirkatiga shunaqla mening kiyimimni ta'minlab bergan Bektu Bilak kiyim tikish laylash markaziga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Bugungi programmamiz mush yerda oyoqlashdi, yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Kelarki programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Shunday Naq maydonda programmalarimizdan bundan keyingi sonlari texmo sarxil barliq do'stlarimizning qurboniyatiga yana bir qayta muborak bo'lsin. Niyatlar shod-xuramlik va barakat ishida o'ssin. Xayr xo'sh, aman bo'linglar.